Bu tortni mehmon stoliga tayyorlasangiz bormi? Mehmonlaringiz dodvorishligisi aniq. Tayyorlanishi oson, sochni og'izda eriydigan mehmonbop shirinlik qaysi deb so'rashsa, o'ylab ham o'tirmasdan ushbu trayfelni tavsiya qilaman. Demak, biskvit uchun 3 dona tuxum, chimdim tuz, 120 gramm shakar hamda desertimizga tabiiy xushbo'y vanil hidini beruvchi sifatli angel vanilin shakaridan 1 choy qoshiq qo'shib, tuxum quyilib, oppoq ko'pik bo'lgunicha taxminan 5-6 daqiqa ko'pirtiramiz. Ushbu massaga 50 ml sut va o'simlik yog'idan qo'shib, yana nomiga mikserlab olishimiz kerak bo'ladi. Endi 100 gramm oliy navli un, men doimgidek sifatli to'ron unini ishlataman. 25 gramm Gollandiya kakaosi hamda 1 choy qoshiq angel razrixlitelini elakdan 2 marotabada o'tkazib, pastdan tepaga sekin aralashtirgan holda biskvit xamirini tayyorlab olamiz. Mana shunaqa ko'pikli, quyuqqina xamir bo'lishi kerak. Biskvit xamirini pishiriq qog'oz solingan lis yoki qolipga qo'yib 180 darajada pishirib olamiz. Pishish vaqti qolipning razmeriga bog'liq, taxminan 12-15 daqiqada pishib chiqadi. Pishib chiqqan biskvit sovigach, qo'limizda mayda bo'laklarga bo'lib tayyorlab olishimiz kerak. Navbat kremga, buning uchun 400 gramm uy qaymog'iga 250 gramm quyultirilgan sut va 1 choy qoshiq vanilin shakarini solib mikserda quyilguncha ko'pirtiramiz. Juda ham mazali muzqaymoqli krem tayyor. Alohida idishda 80 gramm issiq qaymoqga 100 gramm sutli shokoladni aralashtirib, ganajni ham tayyorlab olamiz. Shuningdek, nachinka sifatida ishlatadigan mevalarni ham maydalab to'g'rab olishimiz kerak bo'ladi. Trayfellarimizni yig'ishga kirishamiz. Idishga avval biskvit, ketidan krem ustiga to'g'ralgan mevalardan joylab, yana biskvit, krem va oxirida sovigan ganajni qo'yib tugatamiz. Buni yasatishdan oldin ganaj qotib olish kerak, shuning uchun desertimizni taxminan 20 daqiqaga sovutgichga olib turamiz. Ustini bezatishga men rezavor mevalardan foydalandim. Sveji mevalar bilan ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli chiqadi. Umumiy hisobda ushbu masalliqlardan menda 7 dona to'yimli porsiya chiqdi. Oxirgi trayfelni mana shunaqa chiroyli idishga tayyorlab oldim. Mazasiga keladigan bo'lsa, sochli biskvit, krem, sveji meva va shokoladlarning uyg'unligi bir-biri bilan zo'r chiqishgan. Juda ham mazali bo'ladi. Retseptga like bosib, uni o'zingizga saqlanib qolib oling hamda yaqinlaringiz bilan bo'lishni unutmang.